Salom hammaga, sizlar bilan Umid Hoji. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Bek Hoji klanimiz obunachisiga, ya'ni klientimizga, ham klandoshimizga faronlarni oldi qilishga yordam beramiz. Akkauntimizga 16200 UC tushirganmiz. Bu yoqdan bonus UC'larni va bonus skitkada berilgan paketlarni qabul qilib olamiz. Birinchidan akkauntimizda umumiy hisobda hozir 17000 UC bor. 12000 garantda beriladigan UC'dan qancha berar ekan? Qani ochib ko'ramiz. Yaxshi, 3000 UC. Yomon emas. Akkauntimizda umumiy 20000 UC bor. Bu bizni faron oldi qilishimizga yetib qolsa kerak. Akkauntimizda fragment toshlarimiz ham 245 ta sariq tosh, 7 ta qora toshdan bor. Xo'sh, akkauntda donat qilingan, open case qilingan, ko'p skilllar tushirilgan. Anoxra bir marta tushib bergan. Hozir bizga anoxra agar 2 marta tushib beradigan bo'lsa, bizda 1000 ta moneta hisobimizda paydo bo'ladi. Bu bizga juda ham kerak. Ayni vaqtida. Qani unda biz bittalikdan ochib boshlaymiz open case'imizni jigarlar. Qani, bismillah. Bitta 10 talik ketdi bu yog'iga endi. Dalshi davom ettiramiz open case'imizni. Qani, yaxshi skilllar beramikan. Menda yuklanmagan, yaqinda PUBG'ni o'chirib tashlagandim. O'shaning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar jigarlar. Qani, skip bilan qancha yaxshi. Mana shu qora tosh juda ham qimmatda. Bizga tushib berib tursa, juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi kichkina materiallar, sariq fragment berib turibdi. Bir chiqib kirmasa bo'lmaydi ro'litkadan. Bizda 122 ta sariq tosh va 7 ta qora toshdan bor ekan. Akkauntda 5 ta material bor ekan. Material yig'ilsa bironta orujani ko'tarib qo'yamiz videoning oxirida. Xo'sh, bizda X suitlardan ko'plari bor. Eng yaxshisi baribir oldi va Frown deb o'ylayman. Buni oltiga ko'tarish uchun bizga xo'sh nechta tosh? 500 ta sariqdan 15 ta qora toshdan kerak bo'ladi. Ro'litkamizga yana qaytadan kirib olamiz jigarlar. Qani, yana bitta 10 talik. Animatsiyani o'tkazib olmasa, menimcha chiroyli open case bo'ladi deb o'ylayman. Qani, yaxshi. Unix aylanaversa 240 ta moneta bizning hisobimizda paydo bo'ladi. Unix yaxshi berib tursa, bizni faronni oldi qilish shansimiz yanada ko'proq bo'ladi. 20000 UC menimcha yetmasa kerak deb o'ylagandik. Yetib qolsa kerak. Hozir bu Galadriel Frownni xotini ko'tarib olmaydi ekan. Bu bizga qimmatga tushmasin keyin. Faron fragmentlarini ishlatib olib yaxshi. Mana Unix gap isboti bilan. Unix berib tursa bizga juda ham zo'rda. Chunki bizda hozir faronni oldi qilishimizga kamida 1800-2000 ga yaqin moneta tosh kerak bo'ladi. Yaxshi, jeslar avval tushib bergan 16 ta monetaga aylanyapti. Mana shunaqa hech bo'lmasa tushib bergan skilllar yana qaytadan tushib berib tursa ham ko'proq moneta ochkolarini biz hisobimizda olamiz. Qani, bu PUBG'ni belgisi kelmayapti. Bular ham Unix ga aylansa 140 ta toshga aylanadi. 389 ta ochilgan anoxrada. O'zi nimalar qolgan olinmagan. Bitta mana Galadriel qolgan ekan. Bu Galadrielni ham o'g'iramiz. Ya'ni tepadan tushayotganda parashyut. Qani, PUBG bizni uyaltirma. Shuncha open case videolar ichida eng yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Videoni ko'rib turganlar maksimalni like va kommentariyaga video qanchalik omadli bo'ldi shuni yozinglar. Bu bizga juda ham muhim. Keyingi videolarning aktiv chiqishiga imенно mana shu videoni like va podpiska bosganinglar, kommentariy yozganinglar juda ham katta ta'siri bor. Bu aktivni ushlab beradi. Bizga yaxshi belgisi kelmayapti bu PUBG'ni bilmadim. Bir ikkita endi usullarimiz qo'llaymiz, eski kiyimlarni kiydiramiz. Bu bizni boy deb o'ylayapti, bo'lmaydi. Qani, bu yerdan bitta oyoq kiyim kiyamiz.
ko'zoynak yechamiz. Infernoni yechamiz. Sochni ham alishtirishimiz kerak. M416 ni avvalgi eski 416 ga qo'yamiz. Menimcha yomon bo'lmadi. Ana endi bu yoqdan orqadan mashinani olamiz, Bugatti'ni. Вообще bot account qilib ko'rsataylik, sedan bo'ladi. Qani kiramiz yana rolikkamizga. Bizga monetalarni yaxshi berib tursa zo'r bo'lardi. Hozircha bizda 500 ta moneta bor. Xo'sh, yaxshi ikkita kichkina material bu bizga hozircha kerak emas u. Kraska nima kerak? Mana shunaqa moneta berib tur. Taktika bilan bittalik ochib yuboramiz, keyin bitta 10 talik bosib yuboramiz. Qani skip bilan. Yaxshi bitta qora tosh oldik. Bu bizga plyusga ishlaydi. 580 bitta bor, akkauntimizda 12.000 dan ko'proq yuzi qoldi. Qani PUBG uyaltirma. Xo'sh, taktikalar bilan sekin bosib ko'ramiz. Qani o'xshab qolarmiz. Sumka necha marta tushib beryapti? Bu jestlar, u yaxshi 10x berardi. Mana shunaqa 10x dan berib tursa bizga juda ham zo'r bo'lardi-da. O'z akkauntimizga monetalar ko'payyapti. Parashyutlar tushib bersa 40 ta monetada, ularga 10x urib bersa 400 ta monetaga aylanadi. Ana shulardan tushib bersa 9 ta qora toshimiz bor, 295 ta sariq toshimiz bor. Hali biz bundan 500 ta yig'ishimiz kerak. Ya'ni 200 ta sariq tosh kamlik qilyapti. Jigarlar. Yo, PUBG'ning belgisi kelmayapti. Mana bu aniqrani yana qayta bir marta tushib berganda ham 1000 ta monetaga aylanardi. Sirazi faronni 6 qilib olardik. 829 ta monetamiz bor bizda. Ammo galeriya tushib ham bermadi. Xo'sh, faronni yaxshi ko'p skilllar olingan ekan. Mifiklar ko'p tushirilgan ekan. Mifik tushib berganda ham yaxshi monetaga aylanardi. Qani yana 10 talik bosamiz. Haye. Bular ham 4 tadan 10x urib bersa 40 tadan aylanadi. Bizga mana shu 10x degan tushuncha juda ham nima deydi? O'rnab qo'yganda miyaga 10x tushib bersa mana shu moneta bilan olamiz. Faronni 6 qilish oson bo'ladi degan o'y bilan kirdik. Akkauntimizda 10.000 UC bor. 10 talik ochishda davom etamiz. Telegram kanalimiz bor. Mana videoning pastida yozib qo'yamiz. Telegramning ikonkasi bilan Umid Khan pastki chiziqcha PUBG deb yozasizlar. Kanalimizga podpiska bosib qo'ysanglar, UC narxlari, obunalar, har xil turli xil lobbilar hammasi kanalimizda yoritilib boradi. Akkauntimizda ancha moneta yig'ildi-yu, lekin qandaydir ko'ngil g'ash. Oxiri yetmay qoladimi deyman-da. Aniqrani o'zini kiyib bitta ochib ko'raylikchi. Bitta tushib bersa tamomda 1000 ta moneta faron 6 degan. Bizga hozir kakres o'zi 1000 ta moneta yetmayapti. 1800 tadan ko'proq monetamiz bor. Faron 6 qilishga yetardi balki. Sariq toshlar beryapti, emas. Qani yana bitta 10 talik bosib olamiz. Chaqmoqqa aylanib ketyapti, yurib. Ana shu vaqtda yaxshi beryapti-da. Nimadir tushib beryapti. Skip bilan bitta 10 talik. Birdan shaq etib o'nalasini ham chiqarib bermas ekanda. Bu sekin-sekin o'tkazib beradi. U nima tushdi? O, yaxshi. Yuqorida aytganimizdek galeriya tushib berish kerak edi. Bu akkauntda yo'q ekan. Mana gap spot bilan tushib beryapti. 10 talik ochishda davom etamiz. Bittaliklardan bosib olmasak bo'lmaydi. Chota PUBG'ning belgisi kelmayapti balki. PUBG'ning razrabochliklari bilan bir aloqaga chiqishim kerak-da. Openkes videolarimiz chotki bo'lib, qanaqadir obunachilarimiz mazza qilsin. Qani, PUBG hozirgi gaplarimiz isbotiga tushib ber. Brilog, sumka, nima kerak? Bularga 10x urib berganda ham boshqa gap edi. Animatsiyani o'tish qiyin bo'lyapti. Bolalar e'tibor bermaysizlar. Bu PUBG ko'tara olmayapti bizni UC solganimizda. Molik, haye. Akkauntimizda 4000 UC bor, 986 ta moneta yetamiz. Umuman yetmaydi balki. Qani Ignus, yo mana shu niqobli folbonni kiyaylik. Juda ham omadli kelganda menda mana shu kostyumga. Qani bitta 10 talik. Akkauntda 1000 tadan oshib ketdi moneta balki. Nimadir tushib berdi.
10x. Mana qaranglar. Ikkita Galadriel tushib beryapti. Uchadigan ikkalasiga ham 10x ursa 800 ta moneta borda bizda. Hatto bittasiga ham urib bermadi boki. Uyaltirma PUBG. Yomaya buni qaranglar. Jestlar 16 ta monetaga aylanayapti. Bizda hozir xo'sh taktikani ishlatmasak bo'lmaydi. Akkauntimizda o'zi 3000 UC qoldi. Mana shu 10 talik ochilgandan keyin akkauntimizda 3000 UC qoladi. Necha marta ochamiz? 5 marta ham ocha olmaymiz. 5 marta ochamiz bo'lmay. O'z harftoshlar yaxshi beryapti. Bitta Galadrielga shuni tushib bersami? 10x urib bersami? Aniqro umuman niyat qilganimizdan baribir bermayapti boki. Bolalar men azochkamga e'tibor bermaysizlar. Endi любой odam ham kontent qilayotgan vaqti his-hayajon, shunaqa emotsiyalar beriladi. Bot akkaunt qilolmasak bo'lmaydi, chota belgisi kelmayapti. Qani, ber PUBG. Yaxshi 10xlardan urib berib tursa ham boki yetib olardik-da. Umuman shans kamayib ketdi. Qani, davom etamiz yerlar. O'zi qotishni boshlayapti. E'tibor bermaysizlar. 1334 ta monetamiz bor. Akkauntda 1280 ta 3 marta 10 talik ochamiz. Shu bilan UC tamom. Qani, oxirida uyaltirmay berib yuborgin PUBG. Yo, chota bugungi videomiz menimcha shu bilan yakunlanadi. Yaxshi nimadir berdi boki. Ko'rdinglarmi, tepada 1700 tadan oshib ketdi monetamiz. Mana Galadriel. 10x. Ana gap spoti bilan yer osti dunyosi token. Mana shunaqa token kerak edi bizga. Qolganini ochib olamiz bittaliklarni. Yo, o'zi akkaunt tugadi. Menimcha bizda Faronni old qilishimizga monetalar yetmaydi. Bizga yana kamida 100 ta moneta kerak-da. Chunki 56 tadan olsak qora toshni 30% skidkada kelgan sariq ham qora tosh ham. Xo'sh, akkauntga biz ozroq muddat o'tib Prime Plus obunasini tayyorlab bir oylik. Telegramdan yozsanglar, bizlar ham ID orqali Prime Plusni 1 oydan 12 oygacha tashlab berishimiz mumkin. Mana bu sizlarning xabarnomalaring keladi. Akkauntga hozir biz 660 UC'lik Prime Plus tashladik. Endi bu yerda beriladigan 30 UC'lik kuponlar bor. Endi kuponlarni ishlatgan holda Open Case videomizda davom ettiramiz. Xo'sh, bizda 15 ta 30 UC'lik kupon bor. 15 tani ochsak ham 450 UC'ga 15 marta Open Case qilgan bo'lamiz. 15 marta ochgan bo'lamiz. Qaranglar. 1 2 3 4 mana shunaqa sariq tosh berib tursa ham biz admin qilishimizga yaxshi bo'ladi. 5 4 ta 6 7 Pristil nima kerak? Yumpini Pristili oxirida nima kerak? Qani, uyaltirma. Aniqroq berib bor. Bitta aniqroq ber, 1000 ta fragment. Ancha narsa cho'ntagimizda qolardi. Admin bo'limiga o'tardikdan mifiklarni olib qo'yardik. Akkaunt ancha boyardi. Yo, chota neudobni. Lekin monetamiz yetdi boki, bolalar. 4x oldin tushib bergan ekan, 7 ta tokenga aylandi. 660 ta ochib yubordik aniqroq. Tushunyapsizlarmi? Fraunning o'ziga 150 ta ochilgan qaraydi. Fraunni 6 qilmasak uyatda endi. Qani, sekin shlemlarni kiydiramiz, Fraunni o'zini kiyamiz. Sumka qolib ketdi, sumkani olamiz. Tushib bermagan narsalardan bizda shu Galadriel bor edi. Buni ham tushib berdi. Har qalay yomon emas. Qani, unda bismillah degan o'tamiz. Faronga ozroq lag bo'lyapti. Bolalar e'tibor bermaysizlar. Va nihoyat bizda 1506 ta olamiz. Yaxshi yetar ekan jigarlar. Assalomu alaykum. Faron 6 level. Moro bo'lsinmi jigarlar? Mazza-yu, buni kayfi boshqacha-yu. Sirazi moment qo'yib do'stlarga jo'natib qo'ymasa, bu
Вообще mazza qilamiz. Parklarga kirib, lekin joyida-da. Hammaga nasib qilsin jigarlar. Klanimizni obunachisiga Fravnni ko'tarib berdik. Nasib bo'lsa xudo xohlasa o'zimizning akkauntlarimizda ham bularni ko'tarib olamiz. Buni qaranglar, teglari parkka kirgandagi niklari alohida ajralib turar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Buni qaranglar, вообще shikalatni yarashdimi? Jestlar bilan. Voy, молодец. Hammani ko'pchilikning orzusi-da borku, ko'pchilikning orzusi. Sekin bunga orqaga endi Bugattilarni qo'yamiz. Akkaunt вообще shikalat bo'ldi-ku bolalar. Davay, videoga like, подписка bonglab taylaylik jigarlar. Buni qaranglar. Akkaunt turishini qaranglar. Yetmaganiga zavi ham olinganda borku. Qani? Ana. Вообще yarashar ekan. Любой jest bilan buni qaranglar. Haqiqatan ham Faraon old kiyimlardan-da. Hozir qaytib kelgan bo'lsa ham ko'pchilik buni ko'tara olmayapti. Xuddi o'zimizga o'xshab. Akkauntda nima bor? Yumpi bor ekan. Yumpini ko'tarib qo'yamiz 6 level qilib. Bu ham juda chiroyli turadi. Buni qaranglar. Haqiqatan ham razrabochiklar yumpini ishlaganda. Ko'tarishga arzir ekan. Ko'tarib qo'ydik. Akkauntimiz menimcha ancha donatorskiy akkaunt bo'ldi. Bu akkaunt turishini qaranglar. Вообще mazza-ku, mazza. Jigarlar, menimcha biz yetib keldik. Telegramdan Umidxon pastki chiziqcha PUBG deb qidirsanglar, bizning Telegram kanalimizga kelib chiqadi. Bunda doimiy biz yangiliklar, UC narxlari, sotiladigan obunalar, ko'p ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlar bilan Umid Hoji bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.